DLC 26 da akkaunt ulash muammo bo'lib kelyapti va bugun men sizlarga o'rgataman o'sha akkaunt ulash. Men bitta bosganinglarda ikkita joy chiqadi. Mana shu telefon, bitta bosasizlar. Mana shu bitta bosganlardan keyin bitta grad kodi bitta bossanglar, kod chiqarib berish kerak. Hozir bu yangi akkaunt uchun chiqarib bermadi. Va o'sha yerdagi kodni ulamoqchi bo'lgan telefoningizga kiritasizlar. Hozir sizlar o'zimni akkauntimni kodini kiritib olaydi. Bir marta chat. Xo'p. Nima desak bo'lar ekan? M V H G O'sha yerda link profilni bitta bosasizlar, writing chiqadi. Siz boshqa akkauntga o'tyapsiz deydi va bitta marta bosganinglarda DLC 26 ga boshqatdan kiradi. Va bu bo'ladi sizlar ishlatayotadigan o'zingizlar shaxsiy akkauntingizga kiradi. What the fuck? Mana bu yoqqa ketib boramiz, bitta marta bosib boramiz. Do'stlar, klassik playerlarni. Xo'p, mana bu videoda shunday iborat edi. Rodrigo Gibbs. What the fuck? Shu Sabitiga o'ynab tashlash niyatim bor. Hozir hal qilamiz.